Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush kelibsizlar. Men Muhammad Izzat. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, biz bu haftalik xabarlar programmamizda oldingi bir yil, ya'ni 2022-yili Uyg'urlarga munosabatlik xalqaro yuz bergan 10 cho'ng xalqaro voqeani qaytadan eslab o'tishni qaror qildik. Unda diqqatingiz ekranimizda bo'lsin. Xitoyning Uyg'urlar ustidan yapılgan jinoyatlarni fosh qilgan kishilik huquq tashkilotlari Nobel tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatildi. New York pochtasi to'rining 2022-yili 3-fevraldagi maqolasida ko'rsatilishicha, Xitoy hukumatı 4-fevraldagi Beijing qishloq olimpiyasiga sohibxonlik qilish oldida turganda, Amerika hukumatining qonun chiqarish organi bo'lgan Amerika Davlat Majlisi a'zolaridan Tom Sozi va Keris Semis Norvegiyadagi Nobel mukofoti komitetiga birlikda maktub yo'llagan. Maktubda ular Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Uyg'ur harakatidan iborat ikki tashkilotni 2022-yillik Nobel tinchlik mukofotining kollektiv nomzodligiga ko'rsatgan. Hamda bu ikki tashkilot yillardan buyon Sharq Turkistondagi dafsandichilik va zulmni fosh qilishda ulgulik rol o'ynaydi deb ko'rsatgan. Sharq Turkiston soqchi hujjatlari dunyoni zilzilaga soldi. 2022-yili 22-may Xitoy hukumati tomonidan tutqun qilingan va qamoq jazosiga hukm qilingan 10 mingdan ortiq Uyg'urning tizimligini o'z ichiga olgan Qashqar koni shahar hujjatlari xalqaro oshkorlandi. Xalqaro matbuotlarning bayonicha, Xitoy doiralari tomonidan maxfiy saqlanayotgan Uyg'ur mahbuslarga aloqador uchurlar Amerika xakerlar tomonidan oshkorlangan bo'lib, mazkur hujjatda Qashqarning koni shahar noyasidan tutqun qilingan 10 mingdan ortiq Uyg'urning ism familiyasi, millati, kimlik nomeri, tutqun qilinish sababi, jazo muddati va qamoqlik o'rni qatorliqlarga doir uchurlar bayon qilingan. Adrian Zenizning boshchiligida tadqiq qilingan Sharq Turkiston soqchi hujjatlarida 3 mingga yaqin ma'sum Uyg'ur mahbusning turma ichida tortilgan suratlari oshkorlanib, muhojirat Uyg'urlar va xalqaroda qattiq zilzila qo'zg'agan. Yevropa parlamenti Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarini og'ir irqiy qirg'inchilik xavfi deb atadi. Erkin Yevropa radiosi to'rining 2022-yili 9-iyundagi xabariga ko'ra, Yevropa parlamenti 9-iyun mutlaq ko'p ovoz bilan qaror ma'qullab, Xitoyning Sharq Turkistondagi qabih jinoyatlarini insoniyatga qarshi jinoyatga barobar, shundaqla og'ir irqiy qirg'inchilik xavfi shakllantirdi degan. Mazkur qarorda Yevropa ittifoqi va uning a'zo davlatlar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilikning oldini olish va uni jazolash ahdnomasiga asosan zarur tadbir qo'llanib, bu jinoiy zo'ravonlikni oyoqlashtirishga chaqirilgan. Gerçi bu karar Yevropa İttifaqının bugüngicha Xitoyga qarshi eng kuchli maydoniga vakillik qismi, lekin son sanoqsiz politik paketlarning mavjudligiga, jumladan mazkur qarordami Xitoy doiralarining Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilayotganligi degandek paketlarning tilga ilinganligiga qaramasdan, bu qarorda Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan jinoyatlar yanada irqiy qirg'inchilik deb atalmagan. Nuri Turkel Amerikaning diniy erkinlik komitetining raisligiga saylandi. Update News to'rining 2022-yili 23-iyundagi xabariga ko'ra, tunji qatim bir Uyg'ur, ya'ni Nuri Turkel apandi Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisligiga saylangan bo'lib, u mazkur komitet komissarlarining birdek ovoziga erishgan. Abraham Kopri ismli bir Yahudi uning muavini bo'lib saylangan. Nuri Turkel 2020-yili 5-oyda Amerika Qonun palatasining raisi Nancy Pelosi tomonidan Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissarligiga, 2021-yili 15-iyun kuni Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining muavin raisligiga tayinlangan edi. Fransiya parlamenti Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qildi. Fransiya parlamenti 2022-yili 20-yanvar 169 ovoz bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan. Bu qatim ovoz berishda hokimiyat ustidagi Makronning partiyasi qo'llab ovoz bergan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, biz bugungi bu haftalik xabarlar programmamizda 2022-yil, ya'ni oldingi bir yilda Uyg'urlarga munosabatlik xalqaro yuz bergan 10 cho'ng xalqaro voqeani qaytadan eslab o'tyapmiz. Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonuni ijro qilinishga boshladi. Amerikada Avomli Kengash palatasida har ikki partiyaning qo'llashi bilan ma'qullangan va prezident Jo Baydenning o'tgan yili 12-oyda imzo qo'yish bilan rasmiy qonunga aylangan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni 2022-yili 21-iyundan e'tiboran rasmiy ijro qilinishga boshladi. Bu qonunga asosan Sharq Turkistonda ishlab chiqarilib, Amerikaga import qilingan mahsulotlar qarta Amerika tamojnisida qattiq tekshirish yo'li qo'yilib, import qiluvchilardan bu mahsulotlarning Uyg'ur majburiy emgaki bilan chetishlik yo'qligini qoyil qilarliq dalillar bilan isbotlash talab qilindi. Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan yoki boshqa joyda ishlab chiqarilgan bo'lsa-mu, ta'minlash zanjirida Uyg'ur majburiy emgakiga chetilgan mahsulotlarning Amerikaga kirishi rasmiy cheklandi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komitetining uzun muddat orqaga so'ralgan doklati oxiri e'lon qilindi.
BBC to'rining 2022 yili 1-sentabrdagi xabarga ko'ra, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komiteti uzundan buyon tilg'ib kelgan bo'lsa-mu, izchil bostirib qo'yilgan Uyg'urlarga aloqador doklad 31 avgust kuni mazkur apparatning bosh shtabi joylashgan Janvaning vaqti yarim kechida texnik aniqroq aytganda Michel Bacheletning vazifasidan ayrilishiga 13 minut qolganda e'lon qilingan. Va dokladda Xitoyning Uyg'urlar qilgan qilmishlari insoniyatga qarshi jinoyat tashkil qilishi mumkin deyilgan. Bu doklad gerçi Uyg'urlarning kutganidan ko'p ojiz bo'lsa-mu, uning e'lon qilinishi Xitoyni qattiq bayram qilgan. 10 ming Uyg'urni Kanadaga olib kelish qaror qilindi. Amerika Ovoz torining 2022 yili 27 oktyabrdagi xabarga ko'ra, 2022 yili 6 oyda Kanada parlamenti a'zosi Samir Zubari tomonidan o'tirib qo'yilgan Xitoyning qirg'inchiligidan qochib chet ellarda yashayotgan 10 ming Uyg'ur musofirga panohlik berishni tashabbus qilgan taklif loyihasi 24 oktyabr Kanada parlamentida ovoz qo'yilgan. Va Kanada parlamentida har qaysi partiyalardan bo'lgan parlament a'zolarining to'liq qo'llashi bilan, ya'ni 0 ga qarshi 258 ovoz bilan ma'qullab o'tgan. Samir Zubari bu vaqtda mundaq degan: bu dokladning tavsiyalardan biri shuki, Kanada ko'chmanlik, musofirlik va puhronlik ministrligi Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiy millatlarning Kanadaga kirishini tezlatdi. Agar mening bu taklifim Avom palatasida ma'qullansa, mazkur taklif rasmiy kuchga ega bo'ladi. Amerika Xitoyni javobgarlik tortishni davomlashtiradiganligini bildirgan. 2022 yili 26 oktyabr kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi bosh shtabi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti a'zo davlatlarning Uyg'urlar to'g'risidagi yana bir yuqori darajali yig'ini sahna bo'ldi. Yig'inda Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq bosh elchisi Linda Thomas Greenfield so'z qilib, Amerika Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmon oz-sonli millatlarga qarshi sodir qilgan insoniyatga qarshi jinoyati va irqiy qirg'inchilikni oshkorlashni, Xitoyga Birlashgan Davlatlar Tashkilotining dokladidagi tavsiyalarga amal qilish uchun besim ishlatishni, shundaqla Xitoyni javobgarlik tortishni davomlashtiradiganligini bildirgan. Urumchidagi o't ofati dunyoni titratdi. BBC to'rining 2022 yili 25 noyabrdagi xabarga ko'ra, 24 noyabr Urumchi vaqti 19 dan 50 atrofida Sharq Turkistonning markaziy shahri Urumchidagi cho'ng bozorga yaqin joydagi Jishangyuan o'ltiraq rayonidagi bir binoning 15-qavatiga o't ketgan va o't shiddat bilan yamrab 19-qavatga tutashgan. Xitoy doiralari atalmış yo'qimni nolga tushirish bahonasida bu va boshqa binolarning hatto uylarning eshiklarini ochqil bo'lmas qilib kapsharilib o'tgan bo'g'ishqa, o't ketgan uylardagi Uyg'urlar uydan qochib chiqishga amal topolmay hayotidan ayrilgan. Xitoy doiralari bu ichinishli ofatda 10 kishining hayotidan ayrilganligini bildirgan bo'lsa-mu, paketlar vaqada o'lgan Uyg'urlarning oz deganda 44 kishi ekanligini ko'rsatgan. Urumchidagi o't ofatidan keyin Xitoyda va dunyo miqyosida keng ko'lamli norozilik namoyishlari qo'zg'algan. Haftalik xabarlar programmamiz müşahede axırlaşdı. Keyingi sonda görüşküçe aman bulunlar, xeyri xoş. Allah'a emanet.